Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Alhamdulillahi robbil alamin, amma ba'd. Musulmon birodarim, vaqtingiz olib qolaman, lekin sizda foydangizga. Bilasizmi? Yaponiyada 7 ta yaponlar islom dinini qabul qildi. Yaponiyada musulmon birodarlarimiz bor. Ishlaydi, yashashadi va Yaponiyani mendan yaxshiroq biladi. Men lekin yapon musulmonlarni ko'rganman. 7 ta yaponlar islom dinini qabul qildi. Nimadan? Mana shu anjirdan. Subhanalloh. Qur'oni Karimda Alloh taolo yaratgan maxluqlarga qasam ichgan. Tin surasi bor. Tin surasi Makkada nozil bo'lgan sura. Zaytunga ham Alloh taolo qasam ichgan. Biz bilmaymiz, lekin Robbisini tanimaydigan insonlar, vaqtida farjga sig'ingan insonlar mana shuni tajriba qilib, shu Qur'oni Karimda bormi deb subhanalloh islomni qabul qilishdi. Musulmon birodarim, keyin vaqtingizni ko'p olmay, pulingiz bo'lsa, sharoitingiz bo'lsa, mazzangiz yo'qmi, garmonlaringiz susayib ketganmi, bel og'rig'i bor sizda, oyoq og'rig'i bormi? Xarid qiling. Mana shu garmonlarimizni yana ham rivojlantirishga, qaytarib o'ziga keltirishga mana shu anjir sabab bo'lar ekan. Oling musulmon birodarim, qanday? Bankaga qo'yasiz, anjirni kessangiz ham bo'ladi. Alhamdulillah, mana anjirni kesib, qoq anjirda. Shu qoq anjirdan foyda ko'rgan, subhanalloh. Mana shuni qo'yasiz. Va zaytun yog'ini mana shunday qilib qo'yasiz. Qolib xohlasangiz kesing, o'g'lang yo butunlab qo'ying. Mana men butunlab ham qo'yaman, kesib ham qo'yaman. Mana shunday zaytun yog'iga mana yana qo'yamiz anjirda. Alloh inshaalloh foydasi bo'ladi. Bilasizmi, anjir qoq juda ham qimmat ekan. Hamma joyda qimmat bu. Mana shunday qilib kesib qo'yasiz. Mana bankaga mana. Doktorga borasiz, qanaqa dorilar yozadi sizga, zarari bor. Mana Qur'on va sunnatda kelgan narsaga amal qilib yeng, ixlos bilan Alloh shifo beradi. Mana shunday qilib berkitib qo'yasiz musulmon birodarim. 2 kundan keyin sizga har kun ertalab bittadan olib yeng. Subhanalloh, Alloh sizga shifo beradi. Endi ba'zi bir musulmon birodarlarimiz aytadiki, biz toza zaytunni qayerdan olsak bo'ladi. Bilingki, agar zaytun yog'i qayerda qimmat bo'ldimi, bilingki u toza. Biz ko'proq Suriyanikini olamiz. Suriyada toza zaytunlar bor, toza yog'liklari bor. Oling, alhamdulillah. Sizga aytamanki, nasihatim, Suriyada toza zaytun yog'lari bor va xorijga eksport qiladi. Sotib oling. Alloh subhanahu va taolo dardingizga shifo bersin. Bilmagan musulmon birodarlarimga tarqating, inshaalloh foydasi bo'ladi. Chunki bu Qur'on va sunnatda kelgan, albatta Alloh taolo yaratgan maxluqlarga qasam ichgani bilingki, buni foydasi bor. Alloh subhanahu va taolo mavzularimiz davomli qilsin va har bitta musulmon birodarim otasiga, onasiga, farzandlariga yegizdirsin va siz ham zehningiz ham zo'r bo'ladi, sochingiz ham to'kilmaydi inshaalloh. Sog'liq urgan musulmon birodarlarimizga ham Alloh taolo shifo beradi inshaalloh, farzandlik bo'lasiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh fi amanillah.